Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mavzumiz bo'yin diz churrasi, ya'ni servikal diz churrasi haqida suhbatlashamiz. Bo'yin sohasidagi og'riq hamda og'riqning qo'llarga berishi bu bo'yin diz churrasining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Bo'yin umurtqalari orasidagi disklar, ular amortizator vazifasini bajaradi. Diskning tashqi halqasi yorilishi natijasida diskning ichki qismi tashqariga oqib chiqishi natijasida bo'yin nerv tolalari ezilishi yoki orqa miya kanalining ezilishi natijasida diz churrasi kelib chiqadi. Bo'yin diz churrasida bemorlarda bo'yin sohasidagi og'riqni yelka va qo'llarga tarqalishi, ana shu qo'lda uyushlarni bo'lishi, hatto orqa miya kanalining ezishi natijasida muvozanatni yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Bo'yin diz churrasi kimlarda ko'proq uchraydi? Asosan bu 30 hamda 60 yosh oralig'ida bo'yin diz churrasi ko'proq uchraydi. Ikkinchisi, bir joyda uzoq vaqt o'tirib ishlaydiganlarda yoki kompyuter yoki telefonda ko'p ishlab o'tiradiganlarda. Uchinchisi bu haydovchilarda, ya'ni shofyorlarda. To'rtinchisi kam harakatli kasb egalarida. Keyingisi tikuvchilik hamda qo'l mehnati bilan shug'ullanuvchi insonlarda hamda og'ir vaznga ega insonlarda bo'yin diz churrasi ko'proq uchrashi mumkin. Erkaklarda esa og'ir jismoniy mehnatlar natijasida ertaroq namoyon bo'lishi mumkin. Bo'yin umurtqasi orasidagi disk suvsizlanishi natijasida tashqi halqasi yoriladi hamda ichkaridagi disk tashqariga oqib, orqa miyadan chiquvchi nerv tolalarini yoki orqa miya kanalini ezib qo'yadi. Natijada bemorda og'riq, uyushish hamda qo'shimcha nevrologik simptomlar namoyon bo'ladi. Shu bo'yin umurtqasi diz churrasi. Erta belgilari bemorlarda quyidagicha. Birinchi belgisi bo'yin sohasidagi sust og'riqlarning bo'lishi hamda yelka sohasida ozgina noxushlikning paydo bo'lishi. Boshning ensa sohasida, ya'ni orqa tomonida sust og'riqlarning bo'lishi, mushaklar ozgina tortishini his qilishi bemorlarda bosh aylanish holatlari qisman bo'lishi mumkin. Asosiysi bo'yinni aktiv harakatini biroz cheklanishi. Bular bo'yin diz churrasining erta belgilari hisoblanadi. Keyinchalik bemorlarimizda og'riqni qo'llarga berishi, qo'llarni uyushishi hamda qo'llarimizda aynan shu nerv yo'nalishi bo'yicha chumali o'rmalagandek his qilish paydo bo'ladi. Qo'l mushaklarimizni kuchsizligi, ya'ni quvvatsizligini hisobiga narsalarni qattiq ushlashga qiyinchilik paydo bo'ladi. Eng yomoni e'tiborsizlik natijasida agar bo'yin diz churrasini og'ir holatlarga o'tkazdirib qo'yadigan bo'lsak, bemorlarda birinchi o'rinda muvozanatni buzilishi. Agar bo'yin diz churrasi orqa miya kanalini bosib qo'yadigan bo'lsa, bemorlarimizda yurishni qiyinligi, muvozanatni saqlay olmasligi, qo'l va oyoqlarda kuchsizlikning paydo bo'lishi, hatto nogironlik darajasigacha olib borishi mumkin. Bu kasallikni zamonaviy qanday tekshirishlar orqali tekshirishimiz mumkin? Birinchisi bu bemorni obyektiv ko'rganimizda, bemorni o'sha molotokchamiz yordamida reflekslarni tekshirganimizda, reflekslar pasayib ketganligi, aynan shu nerv tolalari yo'nalishi bo'yicha sezgini tekshirganimizda sezgining pasayishi, mushaklarning quvvatsizligi bu kasallikka ko'rsatma bo'ladi. Ikkinchisi bizda bu oltin standart hisoblanuvchi bo'yin umurtqasi MRT tekshiruvi. Bo'yin umurtqasi MRT tekshiruvi orqali biz bemorlarimizda aniq bo'yin umurtqasida diz churrasi bormi, yo'qmi? O'lchami, nerv ildizini ezib turibdimi, yo'qmi? Orqa miya kanalini ezganmi, yo'qmi? Shular to'g'risida aniq ma'lumot olishimiz mumkin. Bu tekshiruvning muhimligi bizga bemorni konservativ yoki operativ davolashga aniq ko'rsatma bera oladi. Bu MRT tekshiruvi orqali biz bemorimizni konservativ yoki operativ davolashimizni farqlab olsak bo'ladi. Keyingi qo'shimcha tekshiruvlarimiz bu kompyuterning tomografiya tekshiruvi. Mahalliy o'sha bo'yin sohasidagi suyaklarimizga aniq ma'lumot olishimiz mumkin. Keyingisi bu elektroneyromiyografiya, ya'ni NMG tekshiruv orqali mushaklar kuchsizligini baholashimiz mumkin.
Rentgen tekshiruv orqali umurtqa pog'onamizdagi suyaklar holatiga to'g'ri baho berishimiz mumkin. Dunyodagi meditsina rivojlangan davlatlarda bo'yin diz churrasi quyidagicha davolanadi. Birinchisi bu konservativ davolanish, ya'ni dori-darmonlar, fizioterapiyalar, muolajalar natijasida. Ikkinchisi bu operativ, ya'ni operatsiya yo'li bilan davolanish. Asosan rivojlangan mamlakatlarda bo'yin diz churrasi bu 80-90% holatlarda faqat bu konservativ lichina bilan davolanadi. Agar bemorlar vaqtida murojaat qilishsa, bemorlarimizni 100% konservativ lichina bilan davolashimiz mumkin. Asosiysi eslab qoling, bo'yin diz churralarida bu antibiotik terapiyalar, aminokislotalar va shunga o'xshash keraksiz dori-darmonlar qo'llanilmaydi. Asosiy buni davolanish usuli non-steroid yallig'lanishga qarshi dori vositalari. Birinchisi. Ikkinchisi nerv tolasini oziqlantiruvchi vitaminlar. Uchinchisi mushaklar tarangligini pasaytirish uchun miorelaksantlar. Kerak bo'lgan taqdirda steroidlar, ya'ni gormon dorilar buyurishimiz mumkin. Hamda neyropatik og'riqqa qarshi dorilar buyuriladi. Konservativ davolashning asosiy yo'llaridan biri bu fizioterapevtik muolajalar. Ya'ni bemorlarimizga o'tkaziladigan elektroforez, ultrazvuk, magnitoterapiya, lazeraterapiya va shunga o'xshash muolajalar. Bemorlarimizni konservativ davolashdan so'ng reabilitatsiyaga o'tkazdiramiz. Reabilitatsiyada bemorlarimizga davolovchi jismoniy mashg'ulotlar, ikkinchisi kinezoterapiya, uchinchisi bu traksion stullar kerak bo'lsa buyuriladi. Keyingi davolash usulimiz bu bo'yin diz churrasida zamonaviy operatsiya bilan davolash usuli. Ya'ni bu qachon mumkin? Esingizda qolsin. Qo'lingizda kuchsizlik kamayib borsa, MRT tekshiruvida orqa miya kanali ezilib qolgan bo'lsa, qo'llarimizda ozishlar kuchayib borsa hamda bemorlarimiz yurganda muvozanatni saqlay olmasa, asosiysi bu konservativ davolashimiz bemorga naf bermasa, foyda keltirmasa, albatta bemorni operativ davolash tavsiya qilinadi. Qanday operativ zamonaviy davolash usullari mavjud? Mikrodisektomiya operatsiyasi, ikkinchisi endoskopik disektomiya hamda bu sun'iy disk protezlash. Bu kasallikni oldini olish uchun o'zimizda biz qanday profilaktik ishlarni olib borishimiz kerak? Albatta, ko'p o'tirib ishlaydigan xodimlar stolda o'tirganimizda o'zimizni qomatimizni to'g'ri saqlashga harakat qilishimiz kerak. Ikkinchisi bo'ynimizni ekkan holatda o'tirmasligimiz kerak. Uchinchisi bu 40-60 daqiqadan keyin o'rnimizdan turib, umurtqalarimizda qon aylanishini yaxshilovchi mashg'ulotlar qilib, yana o'tirib ishimizni davom ettirishimiz kerak. Hayot davomida bu jismoniy faollikni oshirishimiz kerak. Agar sizda yoki yaqinlaringizda bo'yin sohasidagi noxushlik yoki og'riqni qo'llarga berishi yoki qo'llarda chumol o'rmaligandek his qilishi, qo'llarning quvvatsizligi yoki ozib ketishi, yurganda muvozanatni saqlay olmasligi va shunga o'xshash holatlar, shikoyatlari bo'lsa, albatta nevropatologga murojaat qilishingiz kerak. Agar bemorlar shu shikoyatlar bilan erta shifokorga murojaat qilishsa, bemorlarimizda juda osongina hech qanday dori-darmonlarsiz ham davolash imkoniyati mavjud. Siz yoki yaqinlaringizda yuqorida aytilgan shikoyatlar kuzatilsa, pastdagi telefon raqamlariga telefon qilishingiz hamda bizdan kerakli javoblarni olishingiz mumkin.